gahi raktin bir uyg'ur ko'rinsa yiroqtin ko'zlarim namlanar gahi raktin bir uyg'ur ko'rinsa yiroqtin Sevmiştimizi taşar kırgaktın Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan Sevmiştimizi taşar kırgaktın Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim Kaçan gidersen tamam En güzel dünyada özün var aman Yollar her kaçan gidersen tamam En güzel düşlerde özün var aman Seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan Bağrımda gülmek en güzel orman Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan
kadar sevindim vatan. Yıllarga tutiya her taş her giya, ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Şunun hemen köp rahmet. Hem de yeni bir programlarımız var. Ben bu mikrofonu bizim yigitleşimizde kazımızda ötküzdürmem. Beraber. Assalamu alaikum. Hürmetlik, muhterem, aziz qarindoshlar. Ben aldı bilen ikinci nöbetlik Milliy Kengash yig'inimizdagi g'albilik oyoqlashganligini chin ko'nglimdan tabriklayman. Hammanglarning kelgan qadminglarga muborak bo'lsin. Yig'inda oldingi safda bak bo'lanmidik, oxirgi safda xizmat qilamiz deb Peygamber Aleyhisselam degan bir pay o'qning sababidan 3 odam shahid bo'ldi degan. Birisi o'qni yasigan, birisi to'shigan, birisi o'qni atgan deb. Shunga aqid o'saqni xizmat qilib ko'nglimizni izhor qilaylik deb shu aqid o'qilib sizlar bilan bak birga bo'lanmidik, kechirsizlar. Şu İhsan kamdımı birisi so'ragan, jinozaning oldida ma'nosi yaxshimi, keynida ma'nosi yaxshimi desa, İhsan kam dediki, jinozaning oldida ma'nsangmi man, keynida ma'nsangmi man, jinozaning ichida qolma. Yeter ki hareket qilaylik, öyle bo'lmay, hareketli qilsak oldi keynining farqi yo'q xizmatiga, hammasi o'zimizga o'xshash. Hammamizga ma'lum bo'lganidek endi o'sha 2 yillik kasal sababidan hammamiz perişan bo'lib ketdik Xitoyning virusidan. Endi boshqa millatlarga dunyo xarakterlik cho'ng ta'sir oldi, ammo bizdek vatansiz, qalbi yara, miskin bir millatga teg'im yig'ir keldi. Shu kasal avjiga vaqtlarda shundoq ansilgan to'q qayt yana bir uchrashib qarindoshlarimiz mehr muhabbat bilan mushtaq bir yerda o'tirishni xiyolimizni keltirmagan. Yana Allohning rahmati bilan uchrashib mundaq bir manzilda o'tiryapmiz. Bu biz uchun cho'ng bir baxt. Allohga yuzman qadri shukri. Köp qarindoshlarimiz korona sababidan tugab ketdi, ba'zilarimiz og'rib saqaydik, mahalliq keldik. Bu o'zi Allohning bizga bergan rahmati. Mayli bu sorun bo'lsin, mayli boshqa bo'lsin, qayerda bo'lishining qat'i nazar har vaqt bizning aramizda lager shohidlarimiz bor. Ham bularni tilga olmay, bularni o'tib ketish hech qaysimizniki ra'yiga tushmaydi, ham vijdonimizni ko'tarmaydi. Har vaqt qalbimizniki yuksak o'rnida yarimlar bor. Alloh rozi bo'lsin, bak fidokorlik qildinglar. Ham bunday fidokorlik oz uchraydi. Sizlarni yana takror hammanglarni muboraklayman, tabriklayman. Salomatliginglar xeyli aksi kelib bu darajada aramizda o'tiryapsizlar. Bundan bir xursand. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Endi Münih, Germaniya desa, endi ko'pincha holda shu bir turkum fidokor, jafokash, bu da'voga qurbon bergan odamlar keladi. Aramizda bizniki rahbarimiz, peshqadam akimiz Erkin Alptekin bo'ldi. Erkin Alptekin necha kunlardan beri mehmonlarning kelishini kutib, o'ylab, shu kelib ko'rishib, bir paramlashib, salomlashib, avvalishib, ketaman deb tayyorlik qilganda oldingi kun tuyuqsiz ketib, telib yiqilib ketdi. Bir kelish fursat bo'lmay qoldi, imkon bo'lmay qoldi. Shuni Alloh aytdi, salom etdi. Hammalarga cho'nqur hurmat bilan biz salom yo'lladik. Shuni salom yo'llab qo'ygan bo'lsangiz, menga telefon qildi.